Barcha ayollarimiz orzusidagi xonadonni topib qo'ydim. 150 kvadrat metr kattagina xonadon. Farzandingiz ko'p bo'lsa ham bemalol yetadi. Bu terrasa qismi bemalol. Men bu kechqurun ayniqsa chiroyli ko'radi. Panoramli oynadan atrofni tomosha qilib turmaysizmi? Oshxonasini qarang, juda ham keng joylashgan. Kuxonyaning mebellari tayyor holatda. Kirasiz u yashaysiz. Keling, sizga hozir bir boshdan planirovkasini tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, bu yog'imizda tashqaridan kirish proxojnoy eshigimizda hamma xonalarimizda razdelniy bir koridor orqali kiriladi. Bu yoqda mehmonxona qismimiz. Mehmonxonani ham ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel texnikalari tayyor holatda. Va bu yoqda bitta detskiy yotoqxonamiz, bu yoqda ikkita dinamik krovat tayyor qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda yana bitta detskiy yotoqxonamiz bor. Bu yoqda ham ikkita dinamik krovat, shkaflari, hamma sharoitlari bor. Ser farzand oila bo'lsangiz ham sizga bemalol yetadi. Xo'p, bu aynan siz uchun kattalar yotoqxonasi, barcha mebel texnikalari siz xohlagandek tayyor holatda, shkaflarigacha bor va alohida o'zini sanuzellari ham mavjud. Bitta ko'rib baho berib qo'yasiz. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Xo'p. Keling. Bu yoqda yana bitta общий sanuzelimiz joylashgan. Juda ham chiroyli, yarki ko'zda charchatmaydigan remontda bitgan. Va bu yoqda yana bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Bunda ham bitta dinamik kravatlari joylashgan. Xo'p, manzilimizda Chilonzorning eng qimmat kvartallaridan biri, Chilonzor Y kvartalida joylashgan, 10 qavatli binoning 10-qavatida joylashgan 150 kvadrat metrni tashkil qiladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.